Salom aziz tomoshabinlar. Bugun biz hammamizni qiziqtiradigan, ko'pchilikning uyqusini o'g'irlayotgan juda muhim masalani, ya'ni pensiyalarga qanday o'zgartirishlar kiritilayotgani, kimlar solid miqdorda pul olishini va kimlar afsuski hech narsasiz qolishi mumkinligini batafsil muhokama qilamiz. Bu sizning shaxsiy moliyaviy ahvolingizga bevosita ta'sir qiluvchi hayotiy ahamiyatga ega ma'lumotdir. Shu sababli videoni bir soniya ham o'tkazib yubormasdan oxirigacha tomosha qilishingizni so'rayman. Hozirdayoq kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Bu biz uchun katta motivatsiya va siz uchun muhim ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik kafolati. Azizlar, pensiya tizimi har bir davlatda ijtimoiy himoyaning asosiy ustunlaridan biridir. Yaqin vaqtgacha pensiya tizimimiz nisbatan sodda edi. Pensiyalar asosan davlat tomonidan belgilangan indeksatsiya mexanizmi orqali umumiy miqdorda oshirilardi. Ya'ni har bir pensiya oluvchi shaxs pensiya turidan qat'iy nazar ma'lum bir foizga oshirilgan summani olardi. Bu bir tomondan tushunarli va oddiy edi. Lekin ikkinchi tomondan uzoq yillar davomida vijdonan mehnat qilgan, yuqori maosh olib, pensiyacha jamg'armasiga katta miqdorda to'lovlar qilgan fuqarolar bilan qisqa muddat ishlagan yoki minimal maosh bilan rasmiylashtirilgan ish joylarida faoliyat yuritgan shaxslar o'rtasida adolatsiz tafovutlarni keltirib chiqardi. Boshqacha qilib aytganda, tizim har kimni bir xil o'lchov bilan o'lchardi. Bu esa mehnat faoliyatiga qo'shgan hissani to'liq inobatga olmasdi. Hozir vaziyat tubdan o'zgardi. Pensiya tizimimizda qator islohotlar amalga oshirilmoqda. Bu islohotlarning asosiy maqsadi pensiya ta'minotini yanada adolatli, shaffof va har bir fuqaroning mehnat staji hamda ish haqi miqdoriga bevosita bog'liq bo'lishini ta'minlashdir. Endilikda pensiyalarni hisoblashda va oshirishda individuallik tamoyili ustuvor ahamiyat kasb etadi. Bu degani endi hammaga bir xil tarqatish bo'lmaydi. Kimdir katta miqdorda qo'shimcha pul olishi mumkin bo'lsa, kimdir oldingidek ozgina oshirilgan summani qanoat qilishi yoki umuman sezilarli o'zgarish sezmasligi mumkin. Bu o'zgarishlar ayniqsa bozor iqtisodiyoti sharoitida pensiya tizimining barqarorligini ta'minlash, fuqarolarni rasmiy mehnat faoliyatiga rag'batlantirish va pensiya ta'minoti uchun o'z vaqtida ijtimoiy to'lovlar qilishga undashga qaratilgan. Davlat endi shunchaki pensiya to'lamayapti, balki uzoq muddatli mehnat faoliyati va pensiya jamg'armasiga kiritilgan hissalarni qadrlamoqda. Keling, endi kim nimaga umid qilishi mumkinligini aniq misollar bilan ko'rib chiqamiz. Bu sizga o'z vaziyatingizni baholashga yordam beradi. Birinchi misol, yuqori mehnat staji va yuqori maoshga ega bo'lgan Dilbar opa. Dilbar opa 1965 yilda tug'ilgan, 35 yildan ortiq uzluksiz mehnat stajiga ega. U butun umri davomida katta korxonada yuqori lavozimda ishlagan va doimiy ravishda yuqori darajadagi oylik maosh olgan. Uning rasmiy ish haqi, pensiya jamg'armasiga ajratmalar miqdori mamlakat bo'yicha o'rtacha ish haqidan sezilarli darajada yuqori bo'lgan. Avvalgi tizimda ham Dilbar opaning pensiyasi nisbatan yuqori edi. Lekin yangi islohotlar uning pensiyasiga yanada sezilarli qo'shimcha beradi. Misol uchun, agar ilgari uning pensiyasi har yil umumiy indeksatsiya bo'yicha 10% ga oshgan bo'lsa, endilikda uning pensiyasi nafaqat umumiy indeksatsiyaga tushadi, balki ish haqi va stajining yuqoriligi tufayli qo'shimcha koeffitsiyentlar qo'llaniladi. Tasavvur qiling, uning pensiyasi oldin 3 million so'm bo'lgan bo'lsa, yangi tartibga ko'ra umumiy oshirishdan tashqari uning to'lagan soliqlari va yuqori ish staji uchun qo'shimcha 500 mingdan 1 million so'mgacha qo'shimcha to'lov olishi mumkin. Bu degani u jami 5 million yoki 4 million so'm pensiya olishi mumkin. Chunki uning pensiya balida ko'proq bal yig'ilgan va bu ballar yangi qiymatga ega bo'lib, uning umumiy pensiya miqdorini oshiradi. Bu kabi pensionerlar aslida eng katta yutuqni qo'lga kiritadilar. Chunki ularning mehnati va hissasi endilikda haqiqiy qiymatiga baholanmoqda. Ikkinchi misol, o'rtacha mehnat staji va o'rtacha maoshga ega bo'lgan Omon amaki. Omon amaki 1960 yilda tug'ilgan. 25 yil rasmiy mehnat stajiga ega. U o'rtacha maosh bilan oddiy ishchi bo'lib ishlagan. Uning pensiya jamg'armasiga qilgan to'lovlari mamlakatdagi o'rtacha ko'rsatkichlarga yaqin. Omon amakining pensiyasi yangi tizimda ham oshiriladi. Ammo Dilbar opanikidek keskin o'zgarish bo'lmasligi mumkin. Uning pensiyasi asosan inflyatsiya darajasiga mos ravishda indeksatsiya qilinadi va ba'zi minimal kafolatlar doirasida oshadi. Masalan, agar uning pensiyasi hozir $1 million so'm bo'lsa, yangi tartibga ko'ra u umumiy oshirish foizi bo'yicha
bir 200 ming so'm atrofida qo'shimcha olishi mumkin. Ya'ni uning pensiyasi taxminan 2 million so'mga yetishi mumkin. Bu ham o'sish albatta, lekin Dilbar opaning misolidagidek solid miqdor emas. Uning mehnat staji yetarli, ammo maosh miqdori eng yuqori kategoriyaga kirmaganligi sababli oshirish nisbatan kamroq bo'ladi. Uning pensiyasi baribir himoyalangan va muntazam oshirib boriladi, lekin uning hissasi o'rtacha deb baholanadi. Uchinchi misol, qisqa mehnat staji, minimal maosh yoki konvertda maosh olgan Ahmad aka. Ahmad aka 1933-yilda tug'ilgan. Rasmiy mehnat staji bor yo'g'i 10 yil. U ko'p yillar davomida norasmiy sektorda ishlagan yoki ish beruvchisi uni minimal maosh bilan rasmiylashtirib, qolgan pulni konvertda bergan. Pensiya jamg'armasiga qilgan to'lovlar juda kam yoki umuman bo'lmagan. Bunday holatda Ahmad akaning pensiyasi eng kam miqdorda bo'ladi va yangi tizimda ham u katta o'zgarishlar kutmasligi kerak. Uning pensiyasi ehtimol faqat belgilangan eng kam pensiya miqdoriga qadar oshiriladi. Bu esa unga minimal darajadagi turmush kechirish imkoniyatini beradi. Masalan, agar uning pensiyasi hozir 800 ming so'm bo'lsa, u faqat eng kam pensiya miqdorining oshirilishi doirasida 7 ming so'm qo'shimcha olishi mumkin. Ya'ni uning pensiyasi 8 ming so'm atrofida bo'lishi kutiladi. U hech narsasiz qoladi deganda, aynan shu kabi holatlar nazarda tutilgan. U katta oshirishni kutolmaydi, chunki uning davlat oldida, pensiya jamg'armasi oldida to'plangan qadog'i yo'q. Bu shaxslar afsuski mehnat staji va to'lovlar yetarli bo'lmaganligi sababli yangi tizimdan katta naf ko'rmaydilar. Bu esa kelajakda rasmiy ishga joylashish va pensiya jamg'armasiga muntazam to'lovlar qilish muhimligini ko'rsatadi. Bu uch misol yangi pensiya tizimining asosiy tamoyilini aniq ko'rsatib turibdi. Qancha ko'p va qancha uzoq rasmiy ishlagan bo'lsangiz, qancha yuqori maosh olib pensiya jamg'armasiga shuncha ko'p ajratmalar qilgan bo'lsangiz, shuncha yuqori pensiya olasiz. Bu adolat tamoyilini ta'minlashga qaratilgan, ya'ni fuqarolarning mehnat faoliyatiga qo'shgan hissasi pensiya miqdorida o'z aksini topishi kerak. Endi esa pensiya tizimining kamchiliklari, istisnolari va unchalik aniq bo'lmagan jihatlariga to'xtalib o'tsak. Bu yerda siz bilishingiz shart bo'lgan ba'zi muhim nuanslar bor. Birinchi navbatda maxsus toifadagi pensionerlar, nogironligi bo'lgan shaxslar, boquvchisini yo'qotgan oila a'zolari, harbiylar va xavfli sharoitlarda ishlagan shaxslar uchun pensiya ta'minotida o'ziga xos qoidalar mavjud. Bu toifalar odatda qo'shimcha ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgani uchun ularga nisbatan imtiyozli shartlar qo'llaniladi. Masalan, nogironligi bo'lgan shaxslarning pensiyalari ularning mehnat stajidan qat'i nazar qonunchilikda belgilangan eng kam pensiya miqdoridan past bo'lmaydi va muntazam ravishda indeksatsiya qilinadi. Ba'zi kasblar, masalan, shaxtyorlar, uchuvchilar, o'g'ir sanoatda ishlaganlar o'zlarining xavfli mehnat sharoitlari tufayli muddatidan oldin pensiyaga chiqish huquqiga ega bo'lishlari bilan birga yuqori pensiya koeffitsiyенtlaridan ham foydalanishlari mumkin. Ularning pensiyalari odatdagidan ko'ra tezroq va sezilarliroq oshirilishi mumkin. Chunki ularning ishi davlat tomonidan yuqori baholanadi va buning evaziga ularga qo'shimcha kafolatlar beriladi. Ikkinchidan, pensiya hisoblashdagi eng katta xatolardan biri bu hujjatlarning to'liq emasligi yoki ularning yangilanmaganligi. Ko'pchilik o'zining mehnat daftarchasiga e'tibor bermaydi. Undagi yozuvlarning to'g'riligini tekshirmaydi yoki ish joyidagi o'zgarishlarni o'z vaqtida rasmiylashtirmaydi. Natijada pensiyaga chiqish vaqtida yoki qayta hisoblashda ba'zi ish staji yillari inobatga olinmay qolishi mumkin. Shuningdek, Sovet davrida olingan maoshlar to'g'risidagi ma'lumotnomalar ham muhim ahamiyatga ega. Ba'zi pensionerlar ayniqsa ma'lumotnoma berish imkoniyati cheklangan sobiq korxonalarda ishlaganlar. Bu hujjatlarni yig'ishda qiyinchiliklarga duch kelishadi. Ammo bu ma'lumotnomalarsiz pensiya maksimal darajada hisoblanmaydi. Pensiya hisoblashda so'nggi 5 yil yoki umr davomidagi eng yuqori 5 yil maoshi inobatga olinishi mumkinligi sababli bu ma'lumotlarni saqlash va taqdim etish juda muhimdir. Agar sizda bu ma'lumotlar bo'lmasa, pensiyangiz sezilarli darajada kamroq hisoblanishi ehtimoli yuqori. Uchinchidan, ba'zi tushunarsiz nuanslar. Misol uchun ishlayotgan pensionerlar. Ko'pchilik ishlayotgan pensionerlarning pensiyalari qanday oshirilishi haqida bosh qotiradi. Ilgari agar pensioner ishlasa, uning pensiyasi indeksatsiyaga tushmas edi yoki kamroq oshirilardi. Endi bu borada ham o'zgarishlar kiritilmoqda. Asosiy tamoyil shuki, agar siz pensiya olib turib ishlashni davom ettirsangiz,
sizning pensiyangizga baribir umumiy indeksatsiya qo'llaniladi. Lekin sizning yangi mehnat stajingiz va qilgan to'lovlaringiz pensiyani qayta hisoblash uchun asos bo'la oladi. Ya'ni ma'lum vaqtdan so'ng siz qayta hisoblash uchun murojaat qilib, pensiyangizni yanada oshirishingiz mumkin. Bu albatta rasmiy ish bilan band bo'lgan pensionerlar uchun foydalidir. Ammo ko'pchilik bu imkoniyatdan bexabar. Shuningdek, har bir pensiya turining o'ziga xos indeksatsiya mexanizmi borligini ham hisobga olish kerak. Ba'zilar inflyatsiya darajasiga bog'liq bo'lsa, ba'zilar davlat byudjetining imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda oshiriladi. 4-dan norasmiy mehnat va uning oqibatlari. Yuqoridagi Ahmad akaning misoli bunga yorqin dalil. Agar siz butun umringiz davomida norasmiy sektorda ishlagan bo'lsangiz yoki ish beruvchingiz sizni minimal maosh bilan rasmiylashtirib, qolganda konvertda bergan bo'lsa, sizning pensiya jamg'armasiga qilgan to'lovlaringiz juda kam bo'ladi. Natijada yillar o'tib siz pensiyaga chiqqaningizda juda past miqdorda pensiya olasiz. Bu yerda yangi tizim ham sizga katta yordam bera olmaydi. Chunki tizim avvalo rasmiy hissalarni qadrlaydi. Bu bugungi kunda yoshlar uchun juda katta ogohlantirish bo'lishi kerak. Har doim rasmiy ish joyida ishlashga. Barcha soliqlar va ijtimoiy to'lovlar rasmiy ravishda amalga oshirilishiga ishonch hosil qiling. Aks holda kelajagingiz moliyaviy jihatdan qiyin ahvolga tushib qolishi mumkin. 5-dan qishloq xo'jaligi sektoridagi ayrim xususiyatlar. Qishloq joylarda dehqonchilik yoki fermer xo'jaliklarida ishlagan shaxslarning mehnat stajini hisoblashda ham ba'zi murakkabliklar mavjud. Ko'pincha ularning ishi rasmiy tarzda to'liq ro'yxatga olinmagan bo'ladi. Bu holatda pensiya hisoblashda dalil bazasi yetishmasligi muammosiga duch kelinadi. Vaziyatni yaxshilash uchun dehqon xo'jaligi egalari va ularning a'zolari uchun ixtiyoriy sug'urta badallari to'lash imkoniyati mavjud. Bu pensiya stajini shakllantirish va kelajakda munosib pensiya olish uchun muhim qadamdir. Xo'sh, endi eng muhim savolga javob beramiz. Siz nima qilishingiz kerak? Qanday qilib o'zingizning pensiya miqdoringiz maksimal darajada oshirilishini ta'minlaysiz? Birinchi qadam, pensiya jamg'armasi hududiy bo'limlariga murojaat qiling. Bu sizning birinchi va eng muhim manzilingiz bo'lishi kerak. U yerda siz o'zingizning shaxsiy pensiya faylingizni, pensiya ishingizni tekshirishingiz, barcha hujjatlaringizning to'g'ri va to'liq ekanligiga ishonch hosil qilishingiz lozim. Sizga quyidagi hujjatlar kerak bo'ladi: pasport, mehnat daftarchasi asl nusxasi va nusxasi. Ish stajini tasdiqlovchi boshqa hujjatlar agar mavjud bo'lsa, masalan, arxiv ma'lumotnomalari, ishga kirish va ishdan bo'shash to'g'risidagi buyruqlar. Maosh to'g'risidagi ma'lumotnoma, ish faoliyatining istalgan 5 yilidagi eng yuqori maoshni tasdiqlovchi ma'lumotnoma. Agar bunday ma'lumotnoma bera olmasangiz, so'nggi 5 yilga oid ma'lumotnoma so'ralishi mumkin. Ushbu ma'lumotnomani oldingi ish joyingizdan olishingiz kerak. Agar korxona tugatilgan bo'lsa, arxivdan so'rashingiz lozim. Pensiya jamg'armasi mutaxassislari sizga barcha savollaringizga javob berishlari va mavjud hujjatlaringiz asosida pensiyangizni qayta hisoblash imkoniyatlarini tushuntirib berishlari kerak. Ikkinchi qadam, hujjatlaringizni to'liq tartibga soling. Agar sizning mehnat daftarchangizda qandaydir kamchiliklar, xatolar yoki ma'lumotlar yo'q bo'lsa, ularni zudlik bilan tartibga solishingiz kerak. Har bir ish joyi, har bir mehnat davri rasman tasdiqlangan bo'lishi shart. Agar ma'lum bir davr uchun hujjatlaringiz yetarli bo'lmasa, pensiya jamg'armasi xodimlari sizga qayerdan ma'lumotnoma olishingiz mumkinligini ko'rsatib beradilar. Masalan, arxivlar, sobiq korxonalar. Ba'zan ish stajini sud orqali ham tasdiqlash mumkin, ammo bu ancha uzoq va murakkab jarayon. Shuning uchun barcha hujjatlarni oldindan tayyorlash muhimdir. Ayniqsa, eng yuqori maosh olingan davrlar bo'yicha ma'lumotnoma olishga harakat qiling. Chunki pensiya miqdori ko'p jihatdan shu ma'lumotlarga 3-qadam arizani to'g'ri yozing. Pensiya qayta hisoblash yoki oshirish uchun ariza yozishingiz kerak bo'lishi mumkin. Arizani aniq va tushunarli tarzda yozing. Unda o'zingizning shaxsiy ma'lumotlaringizni, murojaat qilish sababingizni, masalan, pensiya miqdorini qayta ko'rib chiqishni so'rash. Shuningdek, pensiya hisoblashda hisobga olinmagan deb hisoblagan barcha ma'lumotlarni ko'rsating. Arizani 2 nusxada yozing. Birini pensiya jamg'armasida qoldirib, ikkinchisiga qabul qilganlik to'g'risidagi belgi, sana, imzo va shtamp qo'ydirib oling. Bu sizning murojaatingiz rasman qabul qilinganligini tasdiqlovchi hujjat bo'ladi. 4-qadam, murojaat qilish muddatlarini bilib oling.
pensiya qayta hisoblash uchun murojaatlar odatda yil davomida qabul qilinadi. Biroq yangi qonunchilikka ko'ra belgilangan oshirishlar avtomatik tarzda amalga oshirilishi kerak. Agar sizga belgilangan qo'shimcha mablag' o'tkazilmaganligini sezsangiz, darhol pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Yangi oshirishlar qachon kuchga kirishi haqidagi ma'lumotlarni doimiy ravishda kuzatib boring. 5-qadam. Shikoyat qilishdan qo'rqmang. Agar pensiya jamg'armasi mutaxassislari sizning murojaatingizni asossiz rad etsa yoki masalangizni hal qilishda qiyinchiliklarga duch kelsangiz, xalq qabulxonalariga yoki yuqori turuvchi tashkilotlarga shikoyat bilan murojaat qiling. Ba'zi hollarda huquqshunos maslahatiga murojaat qilish ham foydali bo'lishi mumkin. Sizning huquqlaringiz himoyalangan va ular amalga oshirilishi kerak. Sizning har bir murojaatingiz, har bir savolingiz muhimdir. Xulosa qilib aytganda, aziz tomoshabinlar, pensiya tizimidagi yangi islohotlar har bir fuqaroning mehnatga qo'shgan hissasini qadrlashga qaratilgan. Kimdir solid miqdorda qo'shimcha pul olishi mumkin, kimdir esa sezilarli o'zgarishsiz qolishi mumkin. Bu pensiya jamg'armasiga to'langan to'lovlar mehnat staji va rasmiy ish haqi miqdoriga bevosita bog'liq. Shuning uchun o'z taqdiringizga befarq bo'lmang, faol bo'ling va o'zingizning huquqlaringizni biling. Pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Hujjatlaringizni tartibga soling va o'z pensiyangizning maksimal darajada hisoblanishini ta'minlang. Umid qilamanki, bugungi video sizga foydali ma'lumotlarni berdi va sizni harakat qilishga undadi. O'z fikrlaringizni, savollaringizni va shaxsiy tajribangizni izohlarda yozib qoldiring. Bu boshqa tomoshabinlar uchun ham foydali bo'lishi mumkin. Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Chunki biz siz uchun doimiy ravishda eng muhim va dolzarb ma'lumotlarni ulashishda davom etamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha.